Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, do'stlarim. Mana bugun Samarqand mashina bozoridan Spark narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qimmatdan arzonidan avtomat mexanikasidan ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, fikringizni kommentariyaga qoldiring. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Bo'lmasa biz boshladik. Birinchi Sparkimiz. Spark bozorga keldik. Sparklarning narxini olish boshladik. Propanga mashina 2017-yil balon holatlar 8 diskali qo'yilgan balonlar yaxshi holatda. 2017-yil. Bu yurgani qancha buni? Hozir yurgani ko'ramiz. 128 ming yurgan ekan, monitorlar qo'yilgan. Video registratorlari bu. Masalan, mashina diskali qo'yilgan. Aka bu kraska qirlari bu. O'ng tarafga eshik kirillor. Bu taraf bo'lmagan, ichiga o'tmagan. Aka bu narx qancha deyapsiz? 6200 deyapmiz, kelishib beramiz-da. 5,5 bo'lib aka naqd pul. 5,5 bo'ladi. 5600. Qanchalar bo'ladi aka? Naqd pul 6000 lar qilamiz-da. 6000 ga 5800 bo'lmaydi. 5900 lar. 5900. Telefon nomeri ayting. 93lik 93lik 852 852 97 96. 97 96. Mayli aka, aloqa chiqsin. Keyingi Sparkimiz 2011-yil metallagi mashina, motor holatlari do'kon akalarimizdan. Salom. Bolalar o'rtacha holatda. Salom holatlar. Monitorga qo'yilgan. Aka bu kalit yurgani qancha aka buni? 4,5. 4,5 turib yurgan, ha? 65 talik metallagan. Kraska qirlari bor aka buni. Qaysi? O'ng taraf, ha? Eshik kapot. Ular bo'lmagan, ichi o'tmagan, ha? Nima pul deyapsiz buni? Narxi. Ha, narxini 4300 deyapsiz. 4300, ha? Ha, Sal balandroq gapirasiz. 4300 deyapsiz narxi. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? Narxi bo'lsa 3800 larga beramiz. 3,5 bo'ladimi aka naqd pul? 3,5 bo'lmaydi-ku, 3700 lar bo'lsa 3000 ni bersa, qolganini 2 kutib turamiz. Telefon nomeri ayting. 94lik 94lik 476 476 2207. 2207. 2207 dan malaga aloqa chiqishadi. Keyingi Sparkimiz 2015-yil. Motor holatlar benzinga mashina. Gaz qo'yilmagan ekan, benzinga yurgan. Balonlari yaxshi holatda turibdi, o'rtacha holatda masofa balolar qo'yilgan ekan. Mana salon holatlar. Yurgani qancha ekan? 169 ming yurgan ekan. Salon holatlari. Avtomat. Ya bu kraska qirlari bo'ladimi? Kraska bitta arqa eshikchasi bilan kirlochasida bor. Mayda petnocha. Ayol kishi haydagan qirib olganda saligina. O'ng taraf. Ha, ana shu yerda. Ichiga o'tmagan lekin. Ha. Qancha deyapsiz? Narxini 5,5 dan kam bor. Aql qanchalar bo'ladi? 5 tabasi bo'ladimi? Yo'q aka. 5 pul. Oxiri qaysiz patschilaringizga 5500 qilib beraman. 5000 da aka. Yo'q aka. O'sha bozorda 5000 ko'rdi. 5100. Yo'q. 5200. Ha, bo'ladi 5200 qo'y. 5200 ha. Telefon nomeri ayting. 97lik 97lik 405 405 1713. 1713. Malaga aloqa. Keyingi Sparkimiz ko'k svetdagi 2016-yil benzinga mashina. Mana motor holatlari. Shuni hali zapasklar tushmagan ekan. 4 ta yangi balolar qo'yilgan. Balolarni holatda. Aka bu yurgani qancha buni? Qaraverasiz. 61 ming yurgan. Salon holatlar sababini to'qilgan. Prostoy ekan, ha aka? Gidrolik. Gidrolik presto.
Gidravlika Kraska xillari bu. hech qayerda yo'q. Kraska toza. Kraska toza, probeg halol. Agar kraska yo probegdan qaytgan bo'lsa, yarim narxiga beraman javob. Narxini hech bilyapsiz. 6200 kam bu. Kelishamiz aka. Naqd pul bilan kelgan odamga kelishamiz. Generalga ham chiqadi 3 yillik. Oltita pas bilan maqbul. Kelishamiz aka. Telefon nomeri ayting. 90lik 212 19 99. 99. Malaka aloqa chiqadi. Yangi Sparkimiz 2013-yil Crapallarga mashina, uni motor holatlari. 2013-yil bolalari. 4 ta bola qo'yish kerak. Bolalar charchagan. Yurgan qo'shdan qancha yurgan ekan? 283 82 ming yurgan ekan. Aka 282 ming yurganmi? 282 ming yurgan ha? Aka bu narx qancha deyapsiz buni aka? 4100 ha? Bu kraska xillari bu. Yo'q, bu yo'llarda bor aka 30-40%. Siz ham tekshirib turmagansiz-a? Yo'q. Tekshirib turasizmi? Tekshirtirib oladi buni. Bo'ladi. Narxi qancha deyapsiz? 4100 aka. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'lar aka? 3 ta pas, 4 ta pas bo'ladimi? Bo'lish 3900. 3900 ha? Telefon nomeri ayting. 91lik 91 541 341 11 93. 11 93. 11 93. Malaka aloqa chiqadi. Bu generalni ham chiqadi ha? Yo'q, general chiqmaydi. Afon. Malaka aloqa chiqadi. Sparkimiz 2015-yil Salati Shvetsiyat bilan kelamiz. Men bolalar yaxshi holatda ekan. Aka bu yurgani qancha buni? 129 ming yurgan. Kraska xillari bu kraska. Shu bitta kiraylar bu. Benzinga o'sha. Aka bu 01 ekan, generalni ham chiqadimi? Dokument muammo yo'q ha? Buni nechi pul deyapsiz aka buni? Buni 4,5 so'rabman, kelishsa beraman. Naqd pul bo'lsa 4 ta pas bo'ladimi? Yo'q, yo'q. 4 ta 4 2 qilib beraman. 4100 da aka. Telefon nomeri ayting. 91lik 91 313 313 315. 315. Malaka aloqa chiqadi. Mana keyingi mashinamiz 2011-yil Metallica Swift'di. Mana motor holatlari. Ular yaxshi holatda ekan. Metallica mashina. Aka bu nima roli bu? Valvorol qo'yilgan ha? Valvorol sal boshqacharoq bo'ladi-yu, avtomat. Birinchi pozitsiya. Ha, birinchi pozitsiya. Birinchi raunddan birinchi raund. Birdikda. Kim kraska xillari bor ekan? 3 ta joy bitmas bor. Ichi o'tmaganmi? Yurgan qancha? 180. 180 ming yurgan ha? Narx qancha deyapsiz aka buni? Narxi 4400 deyapmiz. Sizni nomimizdan, kanalingiz nomidan telefon qilsa kelishtirib Qanchalar bo'lar aka? 4 ta pas bo'ladimi? Yo'q, aka, 4 dan ozroq chiqarsa beraveraman aka. Ko'rmaydi ha? 4 ga ham bitmaydi. 4 ga savdosi bo'lgan ekan. 4100. Shunday bo'lsa ham bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 97 633 44 64. Malaka aloqa chiqsa.